Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Cherry ADM Asr Buxoro afsonaviy xush kelibsizlar. Bugun ko'rgazmaga ya'ni namoyish etiladigan mashinamiz Ariza 6 birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Mashinamiz 1.5 atmosferlik motorda polni ko'rayotgan bo'lsa juda chiroyli desam ham bo'ladi. Mashinamiz oldi mordalarini qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi. Ko'zlarini qarasanglar ham bo'ladi. Qarang desam. Bir ba'zilar aytadi Lexus morda deydi-ku buni. Bu Lexusni ham damini beraveradigan mashinamiz o'zi Cherrychamiz deydi-ku. Mashinamiz birinchi pozitsiya, zavod salondagi narxi 240 million so'm. Buni hozirda naqd pulga, avtokreditga yoki lizingga 25 million foyda asosida xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni naqd pul bilan kelib 215 millionga yoki avtokreditga ham tan narxini 215 million bilan olib chiqib ketishingiz mumkin mashinamizni. Sakadiskalarga ham baho bersangiz, qancha chiroyli turganini qarang. 16 razmerda bo'ladi. Polni kolodka ABSda bo'ladi mashinamiz. Balonlar ham juda yumshoq. Zavod o'zidan hech qanaqa xarajat ham qilib o'tirmaysizlar olgandan keyin mashinamizni. Kelasizlar, bitta pasport bilan kelasizlar, bir kunda mashina haydab ketasizlar xudo xolasa. Bundan tashqari yana bitta yangiligimiz bor. Bu yangilikni obzorimizni, ya'ni namoyish etayotgan mashinamiz oxirida, video rolikning oxirida aytib o'tamiz. Juda sizlarga qiziq bo'ladi, ishoninglar. Bitta salon ichini oling. Qanday chiroyli. Polni eko-koja bo'lsa, sportivniy multirul bo'lsa, besключевой dostuplari bo'lsa mashinamizda. Birinchi pozitsiyada o'zi avtomat korobka. Cherryda hozircha mexanika degan narsa yo'q. Cherry mexanikani bilmaydi. Faqat avtomat korobka mashinamiz. Multimedia sportivniy rul mashinamizda. Mashinamizda multimedia sportivniy rul bo'ladi, ko'rayotganinglar. Kurs kontrollari chap tarafdan bemalol boshqarasizlar. Bundan tashqari o'ng tarafda multimediani boshqarsanglar bo'ladi. Torpedaning ustida ham ko'pchilik so'raydi, sizlarda plastmassa bo'ladi, u bo'ladi. Yo'q, torpedaning ustini ko'ryapsizlar, koja bo'ladi polностью mashinamiz. Eko sport rejimlari turibdi mashinamizda va qorlarda yurishga rejimlari bor. Mashina zavod qilish uchun tormoz bilan start stop knopka bo'ladi. Bitta bosamiz, mashinamiz yonadi. Rullari ham elektr usilitel, ko'ryapsizlar, bitta barmoqda bir olayman bemalol. Gidravlik emas. Cherryda hozircha hamma mashinasini rulida elektr usilitel bo'ladi. Yo'lda ham gazni bosib haydaganinglar, yuzlarga haydab chiqqaninglarda ham shashkavat qilishingiz zo'r. Akalar buni bilib qo'yasizlar, juda yaxshi. Va monitorimizga keladigan bo'lsak, 25 dyumlik monitor qo'yilgan, polni multimedia. Zadniga urgan paytingizda kameralargacha ishlaydi mashinamizni, ko'rayotgan bo'lsanglar, polni kameralari chiqadi, orqa partroniklargacha. Avtomat korobka. Bundan tashqari elektron ruchnik, avtohold. Avtohold ko'pchilik so'raydi, nima u? Ba'zilar bilmaydi nimaligini. Svetoforda bilsanglar, hozir 60 sekund, 80 sekund avtomat korobkada tormoz bosib turishingiz kerak. Bu knopkani bitta bosganingizdan keyin yonadi. Tormozdan oyog'ingizdan olsanglar ham bo'ladi. Oyog'ingizdan charchatmaysizlar. Hurmatli obunachilar, buni bilib qo'yinglar. Sizlar uchun zo'r, yaxshi bitta foydali unaqa ma'lumot. Bundan tashqari polni bari ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha misol uchun mashina olganinglarda mayli u barib qo'yaman, u barib qo'yaman deb o'tirmaysizlar-da. Barilari bilan tayyor chiqyapti, klimat kontrollari bilan chiqyapti. Maza polnisi bu yoqdan boshqarsanglar bo'ladi, xohlasanglar monitor o'zida ham chiqadi mashinamizda. Bundan tashqari hozir tushib sizlarga ko'rsataman. Kojinli salon deganimda polni sideniyalar ham o'ziga quchoqlab oladi odamni. Oddiy sideniya emas. Ko'pchilik so'raydi, sideniya alohida sotuvda bormi, yo'qmi deb. Bu sideniyamiz ko'pchilik ishqiboz bo'lgan, ko'pchilik yaxshi ko'rib qolgan sideniyamiz. Bundan tashqari bu polni koja, bunga chihol, nakidga qilib o'tirmaysizlar bozordan olib. Tayyorgina olasizlar, ketasizlar. Orqalari ham kenggina. O'zimizning mahalliy mashinalar bilan solishtirganda anchagina keng, anchagina chidamli mashinamiz. Mashinamizning faralari ham, orqalarini ham hozir bir ko'rsataman qo'shlarini. Ko'rgan paytingizda maza qilasizlar. Orqalaridan qarang qanday chiroyli turibdi. Cherry yozuvi mashinamizda. Mashinamiz orqa kamera, orqa partroniklar bilan jihozlangan ko'rayotgan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, knopka bilan bosasizlar, o'zi ochib yuboradi. Bagaji ham bitta kvartirada. Ishoning. Bu birinchi pozitsiya bemalol metan, propan qo'ysanglar bo'ladi. Zapaskani joyiga bitta tabletka tashlaysizlar akalar, propancha bilan maza qilib yurasizlar. Afshipkalari qilingan mashinamizni urushdan shundan yopasizlar. Tamom. Mashinamiz bu birinchi pozitsiya bo'lishiga qaramay, ancha funksionalli, funksiyalari juda ko'p mashinamizda. Xohlasanglar metan, propan qo'yib olib haydasanglar bo'ladi, benzin tanlamaydi mashinamiz. 1.5 atmosferlik bo'lgani uchun. O'z kapotini ham ochib, polnislarga bitta obzorcha qilib beraman. Bundan oldin bir oldini ko'ring. Faralar yongan holatda qanday chiroyli turadi.
Mashinamizda EcoSport rejimlari bor dedik. Hurmatli obunachilarimiz, azizlarim deydi, jigarlarim deymiz. Xudo xolasa, mashinchani kelasizlar bir kunda bitta pasport bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Motorlari 1,5 atmosferning motor, Avstriya motori bo'ladi. Miyalari Germaniyaniki, bo'sh miyasi bo'ladi. Ya'ni Germaniyadan keladi. Kuzovimiz ham Germaniyaniki. Bundan tashqari kapolga zashtinglari qo'yilgan 35%, 40% shumkalar bo'lgan mashinamiz. Olasizlarda kelib bir kunda salon ichidan xudo xolasa ishlarni tezda bitirib beramiz. Chiroyli qilib haydab chiqib ketasizlar. Bemalol nima savolinglar bo'lsa kommentariyalarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Tez orada javob berib, hamma savolinglar o'zimiz operatorlarimiz bog'lanishadi. Nima savolinglar bo'lsa va aytganim, eng qiziq joyi bitta yangiligimiz bor dedim. Ko'pchilik so'rayapti. Muddatli to'lov, foizsiz to'lov bormi mashinamizga? Avval bilsanglar faqat 3 yilgacha muddatli to'lovimiz bor edi. Hozir endi yangiligimiz bor. Bu Ariza 6 ga ham, Ariza 6 Pro, xohlang birinchi paysani tanlang, xohlang ikkinchi paysa, xohlang fullini tanlang, uchinchi paysani luklik deysizmi, bezluklik deysizmi, kelasiz 5 yilgacha muddatli to'lovga foizsiz penyalarsiz olib ketsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 25% bilan kelasiz, bemalol 5 yilgacha muddatli to'lovga olib ketsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Faqat sizlar uchun. Aynan Cherry Ademasir Buxoro obunachilari uchun shoshilib qoling. Mashinamiz sizni kutmoqda.